Chorsu atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Shayxontohur tumani Globot massivida joylashgan 3 xona ulичный planirovkali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turgan glavniy eshikdan kirib kelish, bu yerda stroyniy shkaflar uchun joy qoldirilgan va bu yerda esa biz uyimizni zalli qismiga ko'ramiz. Bu yerda balkonimiz 2x6 ikki qismga bo'lib, bu yerda ovqatlanish uchun joy foydalansalaring bo'ladi. Bu yerda esa oshxonamizni balkonning ikkinchi qismiga ko'chirgan. Va esa bu yerda oshxonamizning o'rni. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Sanuzorlar razdельный. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Barcha eshiklar yaxshi krashinli eshiklar qo'yilgan va romlarga Engelberg romlari qo'yilib, reshotkalar o'rnatilgan. Uyimizning umumiy maydoni 72 kvadrat metr. Bu yerda bolalar xonasi, 3-xonamiz. Bu yerda ham yaxshi romlardan va reshotkalardan o'rnatib qo'yishgan. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Globot massivida joylashgan ushbu yangi ta'mirdan chiqqan uyimizni egalari tomonidan 92 ming AQSh dollar baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.